O'sha mashhur salimona qovoq somsalarini birgalikda tayyorlab ko'ramiz. O'xsharmikan? Videoni oxirigacha ko'ring, barcha sekretlar bilan bo'lishga harakat qilaman. Birinchi oddiygina yog'li xamir tayyorlab olamiz. Tindirishga olib qo'yamiz. Qovoq va piyozni chopperda maydalab, tuz, tabga ko'ra murch, zira, shakar solamiz. Dumba yoqtirmaydiganlar sariyog' savoringlar juda ham sochli bo'ladi. Xamirni yupqa qilib yoyib olamiz. Qancha yupqa bo'lsa, shuncha yaxshi. Taxlab, katta-katta kvadrat qilib kesib chiqamiz. Nachinka solib videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Ustiga ozgina suv sepib forsanglar, qizarib chiqadi. Qizdirilgan duxovkaga 25-30 daqiqaga yuboramiz. Pishgan issiq somsalarimizni strechga o'rab, biroz olib qo'yamiz. Qiymasini tayyorlaymiz. Piyozni mayda to'g'rab, qovurib olgach, qiyma solamiz. Ziravorlar solib, ozgina suv solib 20 daqiqa dimlab qo'yamiz. Pishgach, somsalar ustiga qo'yib chiqamiz. Shunaqa sochli chiqdi. Yoqimli ishtaha.